Mana qarang, 51 yoshsiz, 6 kun hayz yaxshi keladi, 7, 8, 9 kun surkaladi deyapsiz. Normada bachadon, mana normada bachadon mana shunaqa holatda bo'ladi. Grushavidnoy, bachadon ichi toza, mushak qavatlari toza, o'ng tuxumdon, chap tuxumdon, 51 yoshda уже tuxumdonlar ichida follikular ham bo'lmaydi. Tuxumlari tugab qolishi kerak bo'ladi. Bu normada bo'ladi. Sizda bachadonni ko'ryapmiz. Bachadon sharsimon holatga kelib qolgan, tarvuz shaklida bo'lib qolibdi. Bachadon bo'shlig'i mana normada o'rtada bo'lsin deyman. Bachadon bo'shlig'i chetga surilibdi. Chetga surilibdi. Nima hisobdan surilgan? Mana bu tugun hisobidan surilgan. Bu tugun mioma emas, adenomioz deyiladi. Endometrioz deb eshitgansiz. Mioma